Stomatologlar sizlar 5 yil stomatologiyada 1 yil nalogoviyda o'qisanglar kerak. Menimcha unaqa qimmat. O'zi tishlarimizni yarmini ishlatmaymiz, to'g'risi. Ma'dagi tishlar nimaga kerakligini bilmayman men. O'ta qimmatda. Men boshqa doktorlar ham bor, nevropatolog bor, urolog bor, psixolog bor. Lordi va vaqti birov lorga bormasa kerak deyman. Uyda ayalarimiz lor, Tylenol ko'paytirsan, narmanni olib ketasan deydi. Men tushunmayman nima. Stomatologiyada bilasizlar? Xullas bugun tishingizni qilish ulgurmay qoldi, bitta joyda ishim chiqib qoldi, 3 soat kutib turganingiz uchun uzr, sizdan 500 ming so'm bo'ldi deb yoradi. Opa, hech zub aytisiz kerakmasmi shuncha kutdingiz? Yo'q. Menimcha bir kun stomatologim nagilasi kerak. Uka, to'g'risini nechta puling qoldi deydi menga, nagilay. Asl darajaga chiqyapti o'zi. Keyin stomatologlar bo'lsalar, ish qilgandan keyin ehtiyotlanib qo'yadi. Mana qilmang, anaqa yemang, unaqa. Menga nima deydi, ahvolimni ko'rib turib. Uka, bir oy sport bilan shug'ullanmay turing deydi, plomba qilib qo'yib. Opa, xohlasiz butun umrga o'qib qo'yaman sportni dedim. Zebra ovlashni ham to'xtatib qo'yaman dedim. Mayli, siz hurmatingiz bor, Tailand tilini o'rganishni ham 2 oy orqaga surib turaman dedim.